Salom do'stlar, yana men o'sha O'zbek. Yana men mini giraftaman. Xo'p aziz do'stlar, bugun men qishloqqa chiqaychi, nima kamchiliklar bor. Bugun men qishloqdagi barcha daraxtlarni yo'q qilaman deymi? Yo'q. Bunday qilmayman. Nimaga shu daraxtlar ko'klamayapti? Xo'p aziz do'stlar, bugun mini giraft. Va mana bugun mening shaxtam desam ishonmanglar, bugun mening podvalim. Videoda mana shunday narsalar bor. Xo'p do'stlar, endi va bugun men shuni aytar ekanman. Mana shu uychada yashab qolishimiz kerak. Menda xolos 4 tagina go'sht bor va bitta men o'zim. Xo'p do'stlar, o'zi to'xtanglar-da. Nima qilamiz? Xo'p, buni o'chirib olsak, bunday qilib. Xo'p. Chiq. Готово. Shuni o'tamiz va tayyor va biz bugun shu qishloqda yashaymiz. Hech narsamiz yo'q. Qaranglar, hech narsa yo'q menda. Va yashab qolishimiz kerak. Xo'p, birinchi men o'zimga daraxt qazib olishdan boshlayman. Daraxt chopishdan. Ya'ni mana shu daraxtlarni chopib olsam. Hop, mana bo'ldi. Endi verstakt qo'yamiz. Buni qilamiz. Bitta ko'kka olamiz. Verstakni chopamiz. Nima qatdan chiqardi allaqa? Nima deydi? Ko'mak mashatdan ko'rlasak ko'mak chiqadi. Men bilaman-da, chunki boshqa mini giraftarda ham ishdan ko'rlasam. Hop, hozir chiqadi ko'mak. Hozir mana shunday qilamiz. Sizlar qishloqni oching va shu yerni albatta qazib ko'ring. Aytdimmi chiqadi deb. Albatta qazib ko'ring. Sizda aytgancha bunga yana shu yerda temir ham chiqadi desmayotgan bo'lsam. Temir. Battan bas. Hozir uni olsam. Chopamiz. Hoppa. Endi voy.
Hozir o'shali o'tgan safargi qishloqda uy qurgan joyimdan o'shadan temir chiqishi kerak. Albatta chiqish kerak, chunki qayerdan qazgan ekanman. O'tda qazib o'taman. Chiqqan edi o'zi temir. Kazanmayı şeyler çıkıyor. Azıcık kazanmayı çıkarmayı. Ana. Açtım mı çıkardı? Kazımız. Mehmet yedim sizden. Saçta değil mi? Kanı baktı. Bunu zaten koştu kazayı veriyoruz. Koş gaz başını zaten. Başka kabul. Hop azizlar albatta obuna bulup koyun. Yangi yilgacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Agar yangi yilgacha 100 ta bo'lsak, faqat do'stim bilan bo'laman. Balki eng yaxshi, eng aktiv obunachimni tanlab, unga albatta sovg'alarni topshiraman. Shuning uchun albatta obuna bo'lib qo'ying, balki o'sha aktiv odamsiz bo'lib qolishingiz mumkin. Hamma qo'yayotgan videomga likelar, yurakchalar, likelar va barcha narsalar. Xo'p do'stlar, mana toshni ham qazib oldik. Yetadi menimcha buncha tosh. Hoppa. Xo'sh. Hop. Qaranglar hozir men mana bu temirlarni yaratishim kerak. Mana bu pechkalarga qo'yib qayga ko'rganda qazib kelib hozircha men mana shu uyda yashab turaman. Ko'mirlarni olib kelamiz. Ketdik. Hop, bana yetip düştü.
Hop. Ayaktan çıkıp gitmeyin. Ana kamaldık yok kaldık. Şahmadan tağlarda hop çıktık. Vay bana bunu büyüyor geçiyor. Bakıydı çıkarmış. Hop. Kanını koydum mu hemen atayı. Çoğumda aldım bak adam seni. Ben bana bile yok. Vay korktun. Bana bile yok. Ben bana çıktım. Demek ki yapalım çıktım. Yunus gideceğine yaşamdan yok. Çelke. Men bu 8 temirdan o bitta bo'ldi, bitta kirga, bitta qilich yasab olaman. Qilichga bitta ketadi. O'zimni hisoblay chiqaman. Hop. Qilichga 2ta, boltaga 3ta, kirkaga ham 3ta. Rasa 8ta blok to'ppat bo'ladi yetadi. Rasa 8ta blok yetadi menga. Hop 8ta blok menga yetadi va kumdan şöyle şöyle hoplayaman yol tutmuş üçün albatta menga yo'qlik juda ham zarur. Ularni yo'qotib tashaman. Shunday hop 6ta pishdi. Qancha ana yaxshi narsa kirga hop endi bunga kiramiz. Qilich. Qilich yasadim. Bolta i kirga. Bo'ldi. Hammasi yes. Wow, mademda kirga bor ekani hamma. Madem tutuyorum. Hop, burada hammasini qo'yamiz sandiqqa. O zaman toshdan qilich yasab olsam ham bo'laveradi, chunki toshdan aniq qilich nima deydi? Xavfsiz. Men hozir mana shuni yopishim kerak. Buning uchun men hop, baba bitta. Hop, qilich yasab olaman. Ve toshdan 3-4 tosh nima deydi? Bolta yasab olsam yaşap konuştu ilacı var.